Bugun PUBG Mobile'ga Pingvin bilan Muzqaymoq kompaniyoni qo'shilibdi. Yey do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda mana shu kelgan ikkala kompaniyani qancha o'sib ketishidan qat'iy nazar open-case qilib olamiz. Hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardinal. Bugungi videorolikda sizlarni ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman do'stlar. Shoy, bu kompaniyani qaranglar. Bu nima bu? Assalom. Xayrli tong. Nimalar kompaniya Lolo bilan Muzqaymoqdan. Lolo bilan Pepe emas, bu Lolo bilan Muzqaymoq. Voy! Bu boshga Muzqaymoqni chaplab qo'yishibdi besharani. Bu Muzqaymoqni noni, badani Muzqaymoq, kallasida ham Muzqaymoqni noni. Voy, mana shunaqa turar ekan anaqa bilan. Ping qanaqa? Ping. Bu Lolo bu. Bu Lolo do'stlar. U multikini bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Men multikini ko'rganman bu Loloni. Nimaga bu Loloni o'zini qo'shgan, Pepe'ni o'rnidan Muzqaymoq qo'shgan. Ikkalasini qo'shganda vashshe zo'r bo'lardi. PUBG Mobile ideyasi yetishmay qolibdi demak shu joyda. Bu yerda ryukzakcha. Takoy bu yerda shlyapachasi, bu kapitanga o'xshagan qizchasi, bu Muzqaymoqning qizchasi, okey. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Do'stlar, mana shu narsani hozir open-case qilib ruletkadan tushirishga harakat qilamiz. Bo'ldi, hamma narsani shu tezgina ko'rdik. Open-case'ni tezgina boshlaymiz. Va aytgancha Kardion oilasi, endi biz insonmiz, bizni esimizdan chiqib qolishi mumkin. Like, obuna bosish, men eslatib qo'yapman shu narsani. Albatta videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lgandan keyin "Vse" deb qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Rahmat do'stlar, sizlarni bosgan like'ingiz, obunangiz menga juda ham katta motivatsiya va xursandchilik beradi. Mana bu PUBG'ni ovozi eshitilmayapti menga. Hozir men kirib chiqishim kerak. Bam! Пропустить. Bosh berdi lekin menga. Bilmayapti. Bosh berib. Like bosinglar, uj berdi do'stlar. Like bosinglar, obuna bosinglar. Eng qimmat kompaniyani ham ruletkadan chiqaramiz. Tak, ya'ni 200. Men bu do'stlar, bu mana shu yildagi oxirgi videom emas. Yana bitta video chiqadi. 1,5 millionlik obunachi, ya'ni katta YouTube kanalimga 50 minglik obunachiimiz akkauntini kuchaytirgan video chiqadi. 2-3 kundan keyin uni ham kutinglar. Bugun men Qorboboman do'stlar. Qorbobo, vot, shapkachalar. Qorbobo, qo'rqizing qani, Qorqiz yo'q. Qorboboni tuyg'ulari sollo. Qorbobo har doim bir o'zi. Yana 200 Qorbobo do'stlar. Qorbobo emas. Bam. Yana 240. Nima? O sochini berdi normal. Buni berdi-a menimcha. Buni berdi. Nima faqat bergan narsani beryapsan PUBG? Alo? Yana 10 talik, yana hozir biz qimmatini chiqaramiz. Bu kompaniyani hidini beryapti. Shu kompaniyani hozir chiqaramiz. Shunday. Do'stlar, video chiqaramiz. Hozir qarab turinglar. Like bosib turinglar, obuna bosinglar, chunki biz yaqinda 200 ming bo'lamiz. Do'stlar, men esimdan chiqibdi bu narsani. Nima u? Sizlar menga like, obuna sovg'a qilinglar. Sabzrang nima ekan u sabzrang? Men bu orqada bekor turgani yo'q, men bu iPhone. Bu obunachilarimga yangi yilga sovg'a. Men videoni bunda propustib qo'ying. Men yangi yil kelayotgani uchun aziz obunachilarimga konkurs boshlaganman. Konkursimizda yangi iPhone 17 Pro Max hali orqasi ham ochilmagan. Undan tashqari 100 ta Real Pass. Hozir men sizlarga mana shu konkursimizga qanday qilib qatnashib, sovg'alarni yutib olishni o'rgataman. Shundan keyin open-case'ni yana davom ettiramiz. Keting. Yangi yil kelayotgani uchun juda ham katta konkurs boshladim. Konkursimizda yangi iPhone 17 Pro Max. Undan tashqari 10 ming UC va Lednik full account. Undan ham tashqari eng asosiysi 100 ta Real Pass qo'ydim. Men 100 kishiga RP sovg'a qilaman. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida opsiyada konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi shu silkani bosib Telegram konkurs botimizga kirasiz va start tugmasini bosasiz. Bu yerda chiqqan atigi 5 ta rasmiy sahifamizga obuna bo'lib chiqasiz. Telegram kanalimizga kiramiz, obuna bo'lamiz va xuddi shunaqa birin-ketin hamma kanalga obuna bo'lib chiqamiz. 10 sekund vaqtimni ajratib atigi 5 ta sahifaga obuna bo'lib chiqdim. Endi barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosaman va raqamimni ham yuboraman va bo'ldi, biz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik. Va mana ID raqamim 5, hamma o'ziga alohida ID raqam bo'ladi. Kimning ID raqami 30-dekabr kuni streamda kelib chiqsa, iPhone 17 Pro Max yoki 120 ta sovg'adan bittasini yutib oladi. Bir narsani unutmang, konkursda qo'yilgan sovg'alar soni juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Atigi 1 minut vaqtingizni ajratib konkursimizga qatnashing. iPhone 17 Pro Max, UC, account yoki eng kamida RP yutib keting. Hammaga omad. Xo'sh, Kardion oilasi, men o'ylayman siz konkursga qatnashdingiz. Обязательно qatnashib qo'ying. Shu konkursimiz bir hafta qoldi. Bir haftadan keyin tugaydi. Omadingiz kelsa random tarzda mana shu iPhone aynasizlikka bo'lishi mumkin do'stlar. Mana shu iPhone aynasizlikka hali 18 millionga sotib oldim do'stlar.
Mana shu do'stlar, men niyat qilib qolaman, mana shu aynan sizniki bo'lishi mumkin. Yo'q, iPhone bo'lmasa ham eng kamida erta yutib ketishingizni men tilab qolaman, chunki bu konkursimizda sovg'alar 130 ta. Opa. 130 ta sovg'adan bittasi tushmaydimi? 15 sekund vaqt ketadi. 5 ta kanalga obunachi. Tirs. Shunday, bir hafta kutasizlar bo'ldi. Bir haftadan keyin. Da do'stlar, siz hech nima yo'qotmaysiz. Na pul yo'qotasiz, na vaqt, na 1 megabayt. Kirasiz, qatnashib qo'yasiz. Va peshonangizda yozilgan bo'lsa, peshonangiz yarqillagan bo'lsa, sizga sovg'a chiqadi. Pulingiz ham ketmaydi-da, vaqtingiz ham ketmaydi. Prosta qatnashib qo'ying, omadingizni sinab ko'ringlar. Hammaga konkursda omad do'stlar. Let's go, yana 240 UC. Let's go. Men yana bitta narsada, menda insof degan narsa bor. Shuncha bir qimmat sovg'alar qo'yyapman. Bu sovg'alarga 28 million pulim ketdi. 28 million pul, u kichkina pul emas. Shuni men necha oylar ishlayman-da. Shunda sovg'alarni qo'yayotgan bo'lsam ham, homiy kanal olmadim. O'zimning kanalim, hammasi o'zimning kanalim. Kirasiz 5 ta kanal. 5 ta nima u 5 ta kanal? Obuna bo'lasiz. Homiy oladi bir 20 ta. Yo'q, endi kardinal insof degan narsa bor. Kardinal o'zini obunachilarini o'ylaydi. Obunachilarga qiyin bo'lmasin deb 5 ta o'zimning kanalimga qo'ydim. Bo'ldi do'stlar. Shu uchun ham videoga like bosib, obuna bosib, kommentariyada kardinal insofli Ramik tizza deb yozib qoldiringlar. Rahmat. Sifatli autorga, sifatli. Sizga yozish shart emas. Yo'q, tizza yozinglar, lekin tizza yozing. berdi. Ana kim? Qaranglar, Keysda hamma narsani berdi. Hamma narsani berdi. Bitta kompanion qoldi xolos. Bitta kompanion. Yo'q, ikkita kiyimini berdi. Rubzagini berdi, boshini berdi. Hamma narsani berdi. Hamma prям mana. Kolleksiyam yaqinda 93 bo'lar ekan. Hamma narsani berdi. Va kiyim rugzakni ham berdi. Bitta ikkita mana shu narsa qoldi. Yo'q, nima deysizlar? Yo'q, Cardinal Yusini reklama qilish kerakmi ekan, ha? Cardinal Yusini men reklama qilmayapman, chunki bermayaptim ekan. Mayli, uni oxirroqda olib qo'yamiz. U omadni oxirroqda ushlab qolamiz. U omadni oxirroqda ushlab qolsak, keyin bunda o'qib qo'yaman, ver kamerani opa. Reklama. Hali reklama artishmagani yo'q, lekin berdi. Assalomu alaykum. Voy. Mani videomni kim ko'rayotgan bo'lsa, bir 3-4 ta video emas, 10 ta videoni ketma-ket ko'rayotgan bo'lsa, har gal Cardinal Yus deganimda nimadir beradi. Mana hozir ham hali reklama qilmadim. Reklama qilganimda u mifigini berarmidi? Dachang, halol bo'lsa, men halol bo'lsin do'stlar. Mana shu O'zbekiston bo'yicha, SNG bo'yicha eng arzon, eng ishonchli omadli UC bu Cardinal UC Telegram kanali. Silkasi esa mana shu videoning tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, UC magazinimizga kirib eng arzon, eng ishonchli UC'ni xarid qilib olasiz do'stlar. Mana so'z isboti bilan o'zi Cardinal UC degan payt yana menga nimadir berdi. Har doimgidek Cardinal UC'dan xarid qilib oling, sizda ham mana shunaqa omadli bo'ladi. Lekin opengiz qilayotgan payt Cardinal UC deb ochinglar-da. Cardinal UC deb ochsangiz sizga ham zo'r narsa beradi. Xaridingiz va ishonchingiz uchun katta rahmat do'stlar. Haligacha biz UC servisdan foydalana olmayotganlar, bitta kirib foydalanishingizni va biz UC'dan xarid qilib olishingizni bir so'rab qolaman do'stlar. Cardinal UC eng arzon UC. Tak, let's go. Bo'ldi, reklama ketdi. Bilasanmi, bu yerga o'zi men bu kompaniyani sotib olsam ham bo'ladi. Men buni sotib olsam ham bo'ladi, lekin kerak emas. Video qiziq bo'lsa, qiziqroq. Bu pullarga men bu ruletkani ochsak ham bo'ladi. Men bu ruletkani ham ochsak bo'ladi, lekin если что, prosta bitta o'ntalik, prosta. Bilmadim nima uchundir. Lekin nima qilish, что, yana ochib ko'raymi bir. Давайте yana 1-2 marta ochib ko'raylik, keyin boshqa kesa ochib ko'ramiz. Muzqayma uni qorinchasiga serdichka ham bor ekanda, serdichka. Buni qarab. Bu ko'zini qaranglar qayerga boribdi. Ramik tizza. Gap isboti bilan. Gap isboti bilan Ramik tizza. Sersachasini qaranglar, qayerda mana shuni ko'ribdi, buni qaranglar. Hay chiroyli ekan. Obunachilar sizlar ko'rdingizmi mana shu sersachani? Yo'q, ko'rmadingiz, to'g'rimi? Chunki sizlar tizza emassizlar. Yo'q, tizza emassizlar. Ko'rdingizmi? Buni qaranglar. Maydachi serdichka. O'sha gap, kommentariyada Ramik tizza. Propustit bilan bitta 3 marta qilib, 3 martami, 2 marta qilib, bitta emas. 1, 2 3. Yo'q, qarada, o'zi burletkadan hamma narsani chiqarib berdi, mifikni chiqarib berdi. O'zi perebordi, u to'qlikka sho'xlikda hozir. Hamma narsani chiqarib berdi ruletkadan. Necha yuz ketdi? 5000 yuz ketdi, 4000 ketdi. 4000 ketdi, 15000 ketdi. 4000 ketdi. U hamma narsani chiqardi. Endi u PUBG ham endi insof degan narsa bo'lish kerak-da odamga. Sotib olsak bo'ladi, monetkalarimiz ham ko'p. Lekin aylantirish ham qiziq. Bitta men yuragim mana shu kesni och deyapti. Qana, bam nimadir.
Manda bor. Bo'ldi-ku. Bitta mana shu Skarl mana akkauntimda bor edi-da, chunki mana akkauntim oldiviy S2 sezondan beri RPS full qilib kelingan, hamma narsa bor. Mana shu Skarl ham bor edi, lekin berdi degan joyimda berdi, shuning uchun like bosing do'stlar. Berdi degan joyimda berdi, shuning uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Biz yaqinda 200 mingta obunachi bo'lamiz. 2 kundan keyin yana zo'r video chiqadi. Uni ham kutinglar. Nu давайте qaytib mana shu kesga qaytamiz. Let's go, let's go. Ramik aytyapti, beradi deyapti mana shu. Men deyapman, bermaydi. Kerak уже, berish kerak уже. Yo'q, уже hech iloji yo'q. beradigan narsasini berdi. Har doimgidek Ramikning gapiga quloq solib hozir UC havoga ketadi-da, chunki 4000 UC ga atigi hamma narsani chiqardi. Ping ming kostyumlar уже beradigan narsasini berib bo'ldi. Qolganini sotib ol deyapti shu PUBG. Men deyapman, Ramikning gapiga quloq solib men xato qilyapmanmi hozir? Qani mana ayta hozir yana 120 ta yig'. Bitta beryapti. Mana qayman 2 marta ochaman yana mana Ramikning yuragi uchun, tizzaligi uchun. Ramikning tizzaligi uchun 2 marta ochaman hozir. Bermaydi ana, bermaydi. Ko'ryapsan? Bermaydi. Ana mayli, men yana bitta ochib ko'raman. Qani ana. Ko'ryapsan? Hammalani yana bitta UC ketsa yo'q, bermaydi. Tushunyapsan? Arz qilib bersa hozir shu og'zingni yopsa-da. Ana. Nu davay yana 240 UC ga ochib ko'ramiz. Prosta Ramik uchun do'stlar. Ramik uchun open case. Mana shu UC 8000 bo'lsa, men 7000 UC qolguncha ochib ko'raman. Bu degani 60 marta. Men shuni hozir sotasam bo'ladi. Beradigan vaqt ham kelgandi уже 300 marta. Yo'q. Men open case qilib yurgan odamman-da. Mana kameramni nima qilib qo'y. Ya, unday qilib katta qilib. Hatta aynan men pinging ko'rinmasam, aynan muzqaymoq ko'rinsam, muzqaymoq. Aytdim. Aytdim beradi. Assalomu alaykum, Maroshni bu. Sen. Qaranglar. Okey, do'stlar, ana endi Ramik uchun like bosib, kanalimizga obuna bosib, kommentariyada Ramik молодец deb yozib qo'yinglar. Молодец. Yurakchasi uchun oldik-da, yozib. Yurakcham uchun. Vay. Kim yo ana endi like arziydigan video bo'ldi do'stlar. Shunday. Intrigali video bo'ldi. Videoni boshida hammasini olaman deganiga oldik. Sotib olmoqchi bo'ldim, lekin Ramikning gapiga quloq solib, lekin berarkan, lekin rostdan ham. Endi kompaniyonga nom qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Bu kompaniyonni bundoq qilamiz. Va mana, buni nomini Ramik deb qo'yamiz. Ramik. Okey. Ana Ramik deb qo'ydik buni nomini. Oppa. Buni ismini nima deb qo'yamiz? Bunikini Cardinal deb qo'yamiz. Kardigan. Kommentariyada kardigan yozganni qaranglar, lekin yangi yilda sovg'a berilmaydi, qorbobo kelmaydi uni. Kardigan. Qora boboni qora spiskasi bilasizlar. Shunday. Bu ham takoy prikol. O'yin ichida ham bitta ko'ramizmi qani yurib kelishlarni? Dabbachani qaranglar, qornini ko'tarib yugurib kelishini buni. Ramik-ku bu rostdan, Ramikning hayotdagi yurishi-ku bu. Ramik. Tez qani. Unaqa emasman. Urish kerak uni. Va Kardion o'ylasa o'sha gap sizga arzon, ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, bu Kardion UC Telegram magazinimiz. Silkasi videoning tagida UC uchun deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosib, UC magazinimizga kirib, arzon, ishonchli UC ni xarid qilib olishingiz mumkin. Va do'stlar, eng muhim eslatma, men Telegramda yangi iPhone 17 Pro Max'li konkurs qilganman. Undan tashqari 100 ta Real Pass, 10,000 UC Leading Full account qo'yganman. Jami sovg'alarimiz soni 130 ta. Bu konkursimizga ham qatnashib qo'ying. Juda ham oson, 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Mana shu videoning tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosib, Telegramdagi konkurs botimizga kirasiz, atigi 5 ta kanalga tirsiz, obuna bosib chiqasiz va bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy olasiz. Men esa bir haftadan keyin 30-dekabr kuni stream yoqib YouTube kanalimizda hammani ko'zini oldida mana shu konkursimizga kimlar qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan 130 ta sovg'ani random tarzda aniqlab o'z egalariga topshiramiz. Bu degani aynan mana shu telefon sizda ham chiqib qolishi mumkin. Kirib konkursga qatnashib qo'yinglar. Omadingiz sinab ko'ringlar, yo iPhone yo eng kamida UC akkaunt yutib ketinglar. Hammaga konkursda omad do'stlar. Va do'stlar, men videoni boshida aytganimdek, mana shu kompaniyani olaman dedim, oldim. O'yin ichida to'liq obzor qilib berdim. Shuncha qilgan mehnatimiz uchun haligacha kimlar videomizga like bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying. Do'stlar, biz yaqinda 200 mingta bo'lamiz. 200 mingta bu bizning 3-YouTube kanalimiz. Bosib qo'yinglar obunani. Rahmat. Yangi yilga sovg'a bu. Like obunangizni kommentariyada обязательно Ramik tizza yo Ramik молодец. Yozib qo'yinglar. Rahmat.
Maladizga qo'shilaman. Do'stlar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha. Bay bay do'stlar, katta rahmat. Bye bye. Katta Bye rahmat, bye. katta rahmat do'stlar. Like, obunangiz uchun katta rahmat. Keyingi videogacha bay bay do'stlar.